Barakat hojona. Alaykum assalom. Bizani turfiramizda kamchilik ko'rdingizmi yo'qmi? Dalolat qiling, sababi buni bizni to'g'rilasak, keyingi keladigan hojilarga juda ham yaxshi sharoitlar yaratib bergan bo'lamiz. Yo'q, men kamchilik ko'rmadim. Ayniqsa ovqatlariga gap yo'q. Shuncha urinamiz, biz bunday shirin ovqat qilmaymiz. Yana qishki kuni har xilcha salat bor, 4 xil 5 xil. Hamma mevadan bor, limon, mandarin, hamma narsa bor. Hozir o'sha hojonalar nima deyapti? Uyga borgandan bularni deydi, kim qanday qumsasak kerak, uyda kim qidiradi bizga bular deb. Haqiqatan to'g'ri, sharoitida kim qidiradi? Kim qidiradi? Haqiqatan ovqatlariga ham gap yo'q. Ayniqsa bizlar nimada turdik, mana mehmonxonada turibmiz. Gap yo'q, nimalariga ham, xonalariga ham shunchalar yaxshi. Hech kim kelmayapti ag'bag'i. Nima deysizlar? Olib qolamiz ham. Heli boshlarga yordamchi bo'lib yurasizmi? Mayli, sog' bo'laylik. Mayli. Rahmat. Qayerdan keldingiz? Samarqanddan. Samarqanddan? Kattaqo'rg'onni Valijon qishlog'i, Valijon mahallasidan kelganman. Tavsiya qilasizmi bizani turfirmamizni? Hammani tavsiya qilaman. Juda ham sharoitlari yaxshi ekan. Men kelmasdan turib bilan tavsiya qildim. Eshitdim men ta'rifini oldin kelganlardan. Tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi firma. Maniki o'zlaringiz bardor qilib olib borayapsizlar. Olib kelyapsizlar. Hamma joyda nazorat kuchli. Yana nima bo'lishi mumkin? Men kamchilikni ko'rmadim, men boshqalarni bilmayman. Men kamchilikni ko'rmadim. Bitta kamchiligi bor, aytaymi? Nima? Gostinitsada uxlab qolyapsizlar. Ana shu. Hech kechqurun uyqum kelmaydi. Madinada unday emas edim. Shu Makkada maza qilib uxlayapman, turgim kelmaydi. Lekin turishim kerak. Shunday maza qilib uxlaydi odam, hayronman. Maza qilib uxlayapman, lekin uyimda uxlolmasdim men. Shunday shokillik bor ekan shu yerda, shunday odamni qandaydir bir rom qilar ekan. Ovqatlariga gap yo'q. Choylar, soklar, limon sok, apelsin sok. Eli boshlarda kamchilik yo'qmi? Yo'q, eli boshlar mana birday nazorat. Kunda bizani nazorat qilib turib, o'zimiz olib kelgan suhrob. Har kuni. Suhrob, har kuni nazorat qiladi. Suhrob hoji. Suhrob hoji har kuni. Alloh rozi bo'lsin. Rozi bo'lsin, Ilohim. Yaxshi, aqlli, iymonli bola tinimsiz nazorat qilib turadi. Qayerga desak olib boryapman, Qizil dengizga olib bordik. Umrimda men minmaganman boyagi nimalarga. Shunchalar mazza qildik, shunchalar mazza qildim. Samolyotga umrimda minmadim, mana samolyotga minib mazza qildim. Unga minib, Allohga shukr, shu kunga yetkirganiga meni. Alloh meni shu kunga yetkirdi. Beadad shukronlar aytaman. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salom salvatlarini aytaman. Sog' bo'linglar, Ilohim. Rahmat, sog' bo'linglar.